Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Biz Samarqand viloyatining qadimiy hududlaridan biri Qo'shrobod tumaniga keldik. O'z navbatda aytish kerak, ushbu tumanda ham sayyohlik manzilgohlari, arxeologik yodgorliklar oz emas. Ularni birgalikda o'rganamiz. Shunday ekan, bizni kuzatib boring. Qo'shrobod tumaniga kirib kelar ekansiz. Bu yerda birinchi bo'lib Oqtepa qishlog'iga duch kelasiz. Biz ushbu qishloq tarixi haqida ham qisman ma'lumotga ega bo'lishni niyat qilganmiz. Bu yerda bizni ushbu qishloqning ziyolilari kutib turishdi. Hozir ular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Charchamasdan. Xushvaqt bo'lingizlar. Dastlab tanishsak. Men Qahorov Shermat, mehnat faxriysiman. Shu qishloqda o'sib katta bo'lganman. Men Mamanov Abdujabbor Monnatovich 42 yil mana shu 12-maktabda tarix fanidan dars berib keldim. Hozir mehnat faxriysiman. Qishloqlaringiz tarixi haqida bir ma'lumotga ega bo'lmoqchi edik. Nimalar aytishingiz mumkin? Oqtepa qishlog'imiz o'zi nomi bilan Oqtepa, chunki bizning qishlog'imizda katta tepalik bor. O'sha yerda oq dog'lari ham bor, o'sha qadimda qolib ketgan. Shuning uchun Oqtepa deyshadi. Atrofida himoya qo'rg'onlari bo'lgan. Shuning uchun mahallamizni Qo'rg'on mahallasi deb atashadi. Shermat aka, bejiz mana shu nuqtada ko'rishmayapmiz, to'g'ri emas? Masjid ham qadimiyga o'xshayapti nazarimda. Masjidimizga ham o'tgan asrlarda davomida mana shu asos solingan jome masjidi. Demak, siz tarixchi ekansiz-da. Nimalar aytishingiz mumkin bu yer haqida kengroq? Men mana shu Oqtepa tarixi bo'yicha bir 50 yildan ziyod izlanishlar olib bordim. Asosan mana biz hozir Oqtepa qo'rg'oni hududida turibmiz. Dastlab mana Oqtepa deb ataluvchi ulkan tepalik bor. Ana shu tepalikda balandligi 30 metr. Aylanasi yuqori qismini hisoblaganmiz 360 metr aylanasini tashkil etadi. Tepalikda 10 ta to'lasi bor, yer osti to'lasi. Tepa xom g'ishtdan sun'iy avval shaklda ko'tarib, ichi qum, tosh, tuproq shunaqa narsalar bilan to'ldirib ko'tarilgan. Tepaning ustida xonning qarorgohi bo'lgan arka. Qo'rg'onning atrofi devor bilan pishig'ishda, lekin pishig'ish bilan mana shunday devor o'ralib olingan. Qo'rg'on 9 ta to'pxonasi bor. 3 ta darvozasi bor bo'lgan. Bu 8-asrda arablar tomonidan bunyod etilgan. Mana shu tepalikda ikki tomoni mana qirlik. Mana shu qirda ikki oralig'ida suv oqqanda bu yerda Oqsoy degan katta soyimiz bor. Ana shu soyning suvi mana shu ikki qir oralig'ida oqqan. Tepalik mana shu o'rtada orol bo'lgan, ana shu orolcha ustida qurilgan. Demak, mana shu tepalik sha'niga, mana shu tepalik bilan bog'liq ekanda qishloq nomi, to'g'rimi? Aynan. Qishloq mana shu tepalik nomi bilan bog'liq. Undan tashqari bu tepalikning ahamiyati shundaki, Samarqandni Nurota orqali Buxoro bilan bog'lovchi qadimda tog' yo'li deb ataladigan yo'l mana shu Oqtepa hududidan o'tgan. Karvon yo'li. Karvon yo'li. Chunki qaysi hukmdorlar Samarqanddan Buxoro tomon yurish qiladigan bo'lsa yoki Buxorodan Samarqandga yurish qiladigan bo'lsa, mana shu tog' yo'li orqali o'tgan. Endi odamlar aytadi-da, nega aynan bu yo'l orqali o'tgan deb. Chunki tog' yo'li qo'shinlar uchun suvga mo'l bo'lgan. Birinchidan, agar nargi cho'l yo'llar bilan o'tsa, suv yo'q. Ikkinchidan, tog' yonbag'irlarida aholi punktlari bo'lgan. Qishloq, ovullar. Ana yerda oziq-ovqat mahsulotlari bilan askarlarni ta'minlash qulay bo'lgan. Shuning uchun asosan barcha hukmdorlar asosan mana shu yo'l orqali yurgan, Oqtepa orqali o'tgan. Demak, Toshkent buyog'i Buxoro bilan bog'lovchi asosiy Buyuk Ipak yo'li. Buyuk Ipak yo'lining bir tarmog'i. Juda ham qiziq ma'lumotlarni aytyapsiz. Endi bu xulosalar, bu dalillar nimalarga asoslangan? Bu yerda arxeologlar ishlaganmi? Arxeologlardan Krasyov Vladimir Aleksandrov Samarqand davlat universitetining professori, akademik Mavlon Jo'raqulov, buyuk arxeolog olim. Ana shu ilmiy ishlar olib borgan, birgalikda hamkorlikda o'rganganmiz. Mana shu men o'quvchilarim bilan
topgan ashyoviy manbalarni davrlashtirganmiz hammasini, qaysi davrga tegishli ekanligini. Ana shular asosida Oqtepa tarixini yoritganmiz. Nimalar chiqqan bu yerdan? Bu yerdan endi neolit davriga oid tosh qurollar chiqdi. Sopol buyumlar chiqqan. Undan tashqari bronza davriga oid ayol kishining jasadi chiqdi-da, balandligi 1,5 metr, 2 metrda yer chuqur kovlab, qomg'ishdan terib chiqilgan, ichiga ayol kishi mana shunday usti bosh, bo'ynida taqinchoq, mana ikki qo'lda 3 tadan bilazik, bronzadan yasalgan, qo'llarda uzuk, mana shunday qo'l iyakda, mana tuza tirsakka qadalgan, mana shunday bukchaytirib ko'milgan. Keyin oldidan 3 ta sopol idish chiqib vardi. Bizlar qazib o'rgandik, ana shu Mavlon Jo'raqulov bilan birgalikda bronza davriga oid ekanligini ana shular asoslab bergan. Keling, bo'lmasa suhbatimizni o'sha tepalik yonida davom ettirsak. Marhamat. Oqtepa tarixiy nuqtai nazardan Shimoliy Sud tarkibiga kiruvchi o'sha Marzibon ibn Turgash Rustohiga kiruvchi hudud hisoblanadi. Hattoki o'sha tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda o'sha Rustohning markazi bo'lgan degan ham tadqiqotlar mavjud. Bu ilk o'rta asrlar bilan bog'liq ma'lumotlar. Bu haqiqatan ham buni u yerdan topilgan topilmalar ham isbotlaydi, chunki Oqtepa juda ham baland. Har qismi bunday olib qaraganda deyarli bir 20 metrlar atrofida balandlikda. Uning atrofiga agar e'tibor bergan bo'lsangiz, to'liq qishloq mahalliy aholi tomonidan o'zlashtirilgan. Uning Shahriston qismi yoki bo'lmasa Rabot qismlari bugungi kunda saqlanmagan. Lekin har qismining saqlanishi ham demak uning bir yirik markaz bo'lganligidan dalolat beradi. Oktябr aka, mana o'sha aytgan Oqtepa tepalik yoniga keldik. Ancha baland ekan-a? Ancha baland joy, juda qadim, endi xarobalar nima bo'lib qolgan. Buni tarixi to'g'risida hozir gapirib beradi, o'tib qaraymiz. G'orlar bor, odamlar yashagan. Nima uchun oq tepa deyiladi? Oq sifat nimaga berilgan? Oq sifati arablarda oq rang eng ulug' rang hisoblangan. Ular oq rangni hurmat qilishgan. Muhim harbiy strategik ahamiyatga ega bo'lgan tepaliklarga oq rangda nom berilgan. Oq tepa. Mesela qizil tepa bor, sariq tepa, ko'k tepa. Ular ikkinchi darajali tepaliklar. Bu muhim harbiy strategik ahamiyatga ega bo'lgan bo'lib, bu yerda 10 dan ortiq yer to'llalari bor. To'llarda arab askarlari mana shu joylashgan. Yana bir jihatga e'tibor qaratyapmanki, bu yerda atrofida mana aholi yashash uylari, manzillar qurilganda, uylar yaqinda qurilibdi-da. O'zi muhofazaga olingan, mana ro'yxatga olingan. Bu O'zbekiston madaniy merosida ro'yxatda. Muhofaza qilinadi baribir. Baribir endi muhofaza chegaralari, to'siqlar qo'yilish kerak ekanda bu yerga vaqt ketdi. Himoya qilsa yaxshi bo'ladi. Bu yerda qattan ham qo'rg'on bo'lgan, himoya qo'rg'oni bo'lgan. O'sha podshohlik va amirlik davrida tepada yashagan paytda uzoq tog'dan, buloqdan suv keltirilgan bu yerda. Irrigatsiya tizimi quvurlar orqali, sopol quvurlar orqali. O'sha tizim bir xil o'rinda bo'lgani uchun bu yerda suv saqlanib turilgan. Demak, tog'dan suv olib kelingan. Suv olib kelingan. Tepaning ustiga ham chiqarilgan. Chiqarilgan. O'sha quvurlarda. Quvurlar, sopol quvurlar. Quvurlar o'rni aniqlanganmi shunda? Aniqlangan. Hozir mana bu Oqtepa soyi oqib o'tadi. O'sha yerda hal silkiganda o'sha quvurlar parchalari chiqadi. Sizda suratlari bormi? Surati bor. Bor. Bo'lmasa bizga tashlab bersiz, uni ko'rsatamiz albatta. Undan keyin yer osti yo'li ham borda, balandligi 1,5-1,80 atrofida, yeni 80-85 pishig'ish bilan terilgan, usti tosh boshqa narsalar bilan bekitilgandan tuproq tashlab yuborilgan 1,5 metr chuqurlikda. Yer osti yo'li shunday boradagina ham Buloqsoyga qo'shilib ketadi. Yer osti. Undan tashqari mana yoqda Kariz degan joyimiz 1-4 asrda Kushon podshohligi davrida Kariz ariqlar qazilganda, mana soydan mana qirni oshirib nargi soyga suv chiqarilgan. Karizlar yordamida. Ana shu Kushon podshohligi tugagandan keyin Kariz ariqlar faoliyatini to'xtatgan. Shundan keyin ana shu Kariz ariqda davom ettirib bergi tomonga mana shu tepalikdan yer osti sifatida foydalanganam. Qarang, siz aytyapsizki, bu yerda bronza davriga bronza, neolit bu juda ham olis ildizlarga ega ekan, tarixga to'g'rimi? O'sha bronza davrida ham bu yerda odamlar yashagan. Ilgari neolit davridan boshlab odamlar yashay boshlaganda bu yerda. Lekin turli
janglar, boshqa o'zaro urushlar natijasida aholi har tomonga ko'chib yurgan. Undan tashqari chorvachilik bilan shug'ullangani uchun ham yaylovlar izlab ko'chib ketganda mana 1220-yilda Chingizxon qo'shinlari Buxoroni bosib oladi-da. 1220-yilda Samarqandga yurish qilish vaqtida mana shu bizlar Oqtepa orqali o'tgan. Mana shu Oqtepani Chingizxon qo'shinlari vayron qilgan. Keyin 1224-yilda Chingizxon bosib olgan hududlarni o'g'illariga bo'lib bergan. Bizlarning Oqtepa hududi Chig'ottay degan ulug'ga tekkan va bu yerda Chig'ottay ulusi tashkil topgan. Ana shu Chig'ottay ulusi tashkil topgan davrda Chingizxon qo'shinlariga sodiq xizmat qilgan Jaloir qavmidagilar bizlar Oqtepaga kelib o'rnashgan. Chig'ottay ulusi davrida 1380-yilda Amir Temur tomonidan Chig'ottay ulusi tugatiladi. Ana shundan keyin Oqtepa aholisi Chingizxon bosib olgan davrda har tomon tarqab ketganda Forish, Jizzax Forish tomonlariga, Ilonli, keyin Garasha, yana yerda Qo'qonlar ana shu tomonlarga tarqab ketgan. Demak, bu yerda talofat ko'rishi, umuman bu yerda aholini tashlab ketishi o'sha Chingizxon bosgan sababchi bo'lgan. Ha, bir sirada, keyin Amir Temur hukmronligi davrida yana aholi qaytib kelib, Jaloirlarni bu yerdan quvib chiqarib, yana o'z joyiga kelib o'rnashgan. Bolaligingiz qanday eslaysiz? Bu yerda bo'lganmisiz? Bolaligi davrlarimizda xarobalari bor edi. Mana shu yerda imoratlar yo'q edi, atrofida xarobalari bor edi. Qo'rg'onda xarobalarda biz o'sha g'orlarga kirib, yosh payti o'ynab, shu katta bo'lganimizda shu yerda bizdan oldingi avlod ota-onalarimiz ham bizga gapirib bergan. Ichkarida shu odamlar yashaganligi, shu yerda shunaqa katta nimalar, qo'shinlar bo'lganligini haqida eshitganmiz-da. Demak, yaqin davrlargacha bu yerda demak hujralar bo'lgan, saqlanib turgan boyagi yashaydigan qadimiy joylar. Chunki yer osti to'lasida qishda issiq, yozda salqin muhit bo'lganligi sababli u yerda bemalol odamlar ajdodlarimiz yashagan. Nima tokshalari, nimalar hozir ham saqlanib qolgan shu joydagi. Joyga borib ko'rsak ham bo'ladi. Demak, ko'rsatsanglar bo'ladi. Mana. Oho. Juda ajoyib ekan, g'or sifat ekan. Shu oktyabr aka mana shu g'orlar, mana shu tepalikda mavjud bo'lgan qadimdan o'sha askarlar bu yerda yashagan. Mana atroflarida qo'rg'on qal'alari biz yosh paytimizda ham xarobalari bor edi. Hozir ancha ko'milgan hisobda, lekin ichkarida bemalol kirib nimalarni ko'rsa ham bo'ladi. Bu yerda nima vazifani bajargan? Bu arablar davrida qurilgan bo'lib, g'oziylarga mo'ljallab qurilganda, harbiy istehkom bo'lganda, qo'rg'on atrofi devor bilan o'ralgandagina bu yerda arab qo'shinlari joylashgan. Qarang, hozir bu tuproq uyumlarni ko'ryapmiz. Bu oldin bo'lmagan-a, demak, shunday ochiq. Nurab tushish natijasida bo'lganda bular. Yerlar davomida eroziyat shaklda shakllanganda bu. Bu kirish xavfli emasmi? Yo'q. Kirsa bo'ladi. Marhamat. Boshlasalar. Ancha chuqurlik ekan. Bir o'zim yo'qdim. Ancha chuqurlikka kirar ekan, ichkarilab. Qarang, g'ishtlar aniq ko'rinib turibdi lekin bu yerda. Qaysi davr g'ishtlari hozir bu? Bu shu 8-asrdagida, 8-asrlarda qurilganda mana shu g'ishtlardan terib avval shaklda to'lalar qilinganda, keyin ichi tuproq, mana shu atrofdagi shag'al nimalar bilan to'ldirib borilgandan tepalik sun'iy tepada Sun'iy ko'tarilgan. Sun'iy qo'ldan ko'tarilgan odamlar. Lekin buni atrofi to'liq mana shunaqa hujra, bashara joy. 10 ta yerto'lalar hammasi. 10 ta yerto'la bor. Mana shunaqa 10 ta to'lalar ichi vodoprovodlashtirilganda